Unashtirish marosimiga o'xshagan bir marosimda aynan kuyov tomondan kelgan ayollarni oldiga kirib, aynan salom aliklardan keyin aynan biza bir-birimizga yigit ham, men ham norozimiz bu to'yga, bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz, bir-birimizni sevmaymiz degan ma'noda gapirib, aynan to'yni to'xtatishga harakat qilgan va katta ehtimol bilan to'xtatgan qizni videosi internetda judayam aylanyapti va bitta savol hammani xayolida: qiz to'g'ri ish qildimi yoki noto'g'ri ish qildimi? Va bu savol mutlaqo bir tagidan noto'g'rida umuman qo'yilishidan, chunki bu yerda aniq qiz 1000% to'g'ri, 5000% to'g'ri. Lekin men boshqacharoq savol qo'ygan bo'lardim bu yerga: nimaga bunaqa bo'lyapti? Aynan bu holat nimaga sodir bo'lyapti? Aynan nima, ildizi nimada? Xo'p, ildiziga o'tishdan oldin aynan o'z fikrimni bildirib o'tishim kerak. Aynan bunaqa holatda yana ham qaytaraman, qiz to'g'ri ish qildi, ammo meni fikrim bo'yicha yigit aynan kuyov bo'lmish, chunki norozi deyilyapti. Aynan qizni gapi bo'yicha yigit ham norozi, qiz ham norozi. Yigit situatsiyani bu holatgacha kelishiga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Chunki agar bunaqa holatgacha keldimi, bilmadim endi u inson qanaqa inson bo'lsa, aynan u insonni ham yomonlash niyatim yo'q, lekin aynan olib kelmasligi kerak edi. Chunki norozimikan aynan bunaqa unashtirib, aynan to'ygacha olib kelmasligi kerak edi. Va bu holat aynan ushbu qiz bilan bo'lgan holatni aynan muhokama qilmasligimiz kerak. Ya'ni buni kengroq ma'noda umumiy shunaqa holatlarga nima sabab bo'lyapti? Nimaga bunaqa holatlar bo'lyapti degan savolni o'rtaga tashlashimiz kerak. Boya aytganimdek, ildiziga borish kerak. Va meni fikrimcha ildizi asosan ota-onalar. Bilmadim nega, lekin aynan o'zimizda aynan menimcha yoshi kattaroq ota-onalar aynan farzandlarini hayotini boshqarishga ko'proq harakat qilishyapti. Ya'ni bizani tajribamiz ko'proq, yoshlarni sani bilmaydi. Shuning uchun biza aynan ularni hayotini hal qilib berishimiz kerak degan ma'no bilan. Va yillar mobaynida shaxsan shunaqa holatlarni 20, 30, 40, 50 lab nima deydi, vaziyatlarni, xuddi shunga o'xshash vaziyatlarni ko'rganman va u vaziyatlarda aynan qizlar ota-onasiga qarshi chiqmasdan, ya'ni nima deydi, ota-onaga unaqa bosh ko'tarib bo'lmaydi degan o'zimiz umumiy bir qadriyatlarni orqasidan indamasdan sevmaganiga yoki yoqtirmaganiga tegib ketishga majbur bo'lyapti. Bolalar ham ota-onasini umumiy ta'siri bosimi ostida xohlamagan, sevmagan yoki umuman fikri, dunyoqarashi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan, o'zinikiga to'g'ri kelmaydigan qizlar bilan turmush qurishga majbur bo'lishyapti. Shuning uchun ham ota-onalar tushunishi kerakki, bu qaror butun umriga, ya'ni o'sha farzandini butun umriga ta'sir qiladigan qaror. Shuning uchun bunga o'xshash qarorlarni, aynan shu qarorni o'zlari, farzandlarining o'zi qabul qilishiga yo'l qo'yib berishi kerak. Bo'lishsa ham, xato qilishsa ham o'zlarini qararini orqasidan bo'ladi.